Hürmetli vatandaş, vaziyetimiz ve leksiyelerimizden devamı. Endi aytaylik hani. Bugünkü İslah 2024 yıl 5. ayının 31. günü vatandaş haftaga cuma. Endiki mavzu mana mundaq bo'ladi. Endiki mavzu mana mundaq bo'ladi vatandaş. Xi Jinping ziyoratga yetib kelgan Arab davlat boshliqlarini kutib oldi va G'azzo to'qinishi to'g'risida Jungo va Arab davlatlari o'rtaq sado chiqarishimiz kerak dedi. Mavzuli xabar 5-ayning 30-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Mushu mavzuga nisbatan Rais Xi Jinping Jungna Xayman shundaq aytayki, sizning bu Arab davlat boshliqlarini Beijingga to'plab, ularni pastda o'quvchilarda o'ltirg'izib, ustida sizning doklad berishingiz va yoki Arab davlatlari bilan bo'lgan munosabatni cho'nqurlashtirish deyishingiz va O'rta Sharqqa singib kirmoqchi bo'lishingiz, bularning hammasi bugungacha men aytmanga oxirgi qatam gumron bo'ldi Rais. Bu qatam Hamas İsrail'e urushi orqali O'rta Sharqdagi o'zgarish intayin zo'r o'zgarish. Mush o'zgarish bilan sizning, masalan, Jungo Kompartiyasining O'rta Sharqda put tirab tura olishi oxirlashdi. Gumron bo'ldi. Jungo Kompartiyasi gumron bo'ldi. Bu endi Arab davlatlarini Beijingga elib kelib, yana mushundaq yig'in echish, jan qutqizish paxali. Yoki O'rta Sharqda putirab turish, O'rta Sharqda manfaatdor davlat bo'lib turish, O'rta Sharqda mojaro paydo qilish, O'rta Sharqda kuch to'plab, yoki diplomatiya sohasidagi kuchni to'plab Amerika Qo'shma Shtatlari bilan elishish, bu g'araz, bu mudda maqsadlarni allaqachon tarmar bo'ldi. Jungo Kompartiyasi jo'nanqa. Shuni siz oxirgi qadam, eng oxirgi bir qadam tirishib beqish. Yoki O'rta Sharqdagi Arab davlatlarini yana bir qatam qo'lga keltirishga urinib beqish. Bundan boshqa hech qanday ishni qilolmaysiz. Bundaq boshlandi xabar. Jungo musha hafta ichida Beijingda minbar tashkillab, Misr, Arab Birlashma Xalqligi, Bahrayn, Tunisiya qatorliq Arab davlat boshliqlarini bu yig'inga taklif qildi. Jungoning Rais Xi Jinping O'rta Sharq bilan bo'lgan munosabatni cho'nqurlashtirib, G'azzo to'qinishida o'rtaq sado chiqarishni umid qildi. Jungo Arab hamkorligi yig'ini 10-qatimliq minister darajaliklar yig'ini payshanba 5-ayning 30-kuni Beijingda chaqirildi. Xi Jinping ziyoratga yetib kelgan Arab davlat boshliqlari bilan birlikda marosimga qatnashdi va nutq so'zildi. Bu yig'inda Isroiliya bilan Hamas o'rtasidagi urush asosliq muhokama mavzusi bo'ldi. Xi Jinping bu qatim yig'inda yana ikki davlat loyihasi tashabbusini ta'kidladi. G'azzoda urush to'xtatish uchun xalqaro yig'in chaqirishni murojaat qildi. Falastinning mustaqil davlat qurishini qo'lladi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lib kirishini qo'lladi. Falastinning mustaqil davlat qurishini qo'llagan Rais Xi Jinping mushu kunda biz so'zlab bo'ldik, 70 yil o'tib bo'ldi. Uyg'uristonda qurilgan davlatni asliga keltirish to'g'risida gap qila olamsiz? Rais Xi Jinping yaqinda Rossiyada o'g'il bola yo'q, erkak yo'q degan edingiz. Bugun Prezident Vladimir Putinni tayyorlab erkaklik bilan sizning nazaringizdagi erkaklik tajovuzchilik.
tecavüz kılalıgan kişi erkek oldu. Sizden nazarınızı şunu değil, Reis Xi Jinping. Ukrayna'ya tecavüz kıldırdınız. Prezident Vladimir Putin'den okuyup duraylı. Endi yüzünüz tılık elevatsız. Palestin degenge beraber Uyguristan, Palestin beraber. İki hukum, iki kategoriyilik yaki millet meselesi boyunca kategoriyilik müş hukumla oturursa da siz tanlık beraberlikte oturup koyup Reis Xi Jinping efendi. Palestin'e iki devlet layihasi boyunca müstakillik, iyilik, hukukluk devlet kuruştu. Teşebbüs kılıvatkan muşu dakikada Uyguristan'da kurulgan devletin Uygurla asli keltirişki hukukluk degen sözü. Ağızdan çıkaralım siz Reis Xi Jinping. Mana şu vaqtida erkeklikni axloqning tarafısı gelip kelimiz. Axloq liniyasi gelip kelimiz. Axloq prinsipi gelip kelimiz. Şu vaqtida odimiylik degan narsa mushu yerdan chiqadi. Agar siz Palestinga davlat qurishni ta'kidlab tashabbus qilib, Uyg'uristonda davlatni asli keltirish yo'l qo'ymasangiz, u vaqtda sizning axloq liniyasida, axloq prinsipi asli so'zlamoqchi va so'zlayotgan so'zlaringizning hammasidan gumon qilishga to'g'ri keladi. Gumon qilganda burunlardan bundaq ta'kidlamaytiniz. Falastinning mustaqilligi davlat qurishini jo'naqay. Yaqindan bir bo'lib o'tgan yili Hamas Isroilga urush boshlangandagi texmi ta'kidlaydigan bo'lib qoldingiz. Siz bu orqali O'rta Sharqda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Sharq siyosati bilan qarshilashmoqchi. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Sharq siyosatiga qarshi turmoq. Buningdan boshqa yana ikkinchi bir maqsadingiz bormi? Jo'naqay. Jungo taraf 1967-yildagi chegarani hosil qilgan asosda Sharqiy Yerusalimni poytaxt qilib, to'liq egilik huquqli davlat Falastin davlati qurishimiz kerak, dedi Xi Jinping. Yerusalim meselesi sabiq prezident Trump davrida hal bo'lib bo'ldi. Yerusalim İsrailiya davlatiga poytaxt qilib berildi. Endi siz bu yerda Sharqiy Yerusalimni eg'izga elib, Falastin davlati mustaqil, bu o'zingizda tamam balki Falastin xalqi mustaqil bo'lishi kerak. Lekin siz bu yerda Yerusalimni eg'izga elib, ya'ni bu yerda nima ziddiyat paydo qilmoqchi va yoki yana nima ziddiyat teramoqchi bo'lyapsiz ha? Reis Xi Jinping yoki jo'naqay. Masalan, Amerika sobiq prezident Donald Trump Yerusalimni Isroiliyaga poytaxt qilib belgilab berdi. Reis Xi Jinping Isroiliyaga poytaxt qilib belgilab berdi. Bu xuddi ayni chog'da Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti 1950-yillarda Jungo Kompartiyasining Jungoda davlat qurishi qo'shilgandek bir ish. Amerika hech kimni nagza qo'ygan emas. Amerika hech kimni yerim yo'lda qo'ygan emas. Bugun siz bilan raqobatlashayotgan Amerika bundan 50 yil, 70 yil burun Jungo Kompartiyasining Jungoda davlat qurishiga yordam qilgan Amerikadir. Balki asosliq melodiyani belgilagan Amerikadir. Bugün siz endi O'rta Sharqda hozir Yerusalim, Sharqiy Yerusalim, mustaqillik, Falastin mustaqilligi bularni ko'tarib chiqib, O'rta Sharqda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Sharq siyosati bilan elishmoqchi va qarshilashmoqchi bo'lyapsiz. Maqsad shu. Jo'naqay. Xi Jinping yana mundaq e'lon qildi. Jungo 500 million xalq puli. Ya'ni 68 milyon 960 ming dollarga barabar yordam berib, G'azzada insonparvarlik va urushdan keyin qayta qurishga i'ona qildi. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Yaqin Sharq Falastin musofirlarini qutuldirish qurilishiga 300 ming dollar i'ona qildi. Xi Jinping 5-ayning 29-kuni Misrning prezidenti Sisi bilan suhbat o'tkazib, G'azza to'qinishi to'g'risida fikr almashtirdi. Siz 300 ming Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Falastin musofirlari 300 ming dollar.
Hazır Gazze'deki insanperverlik yardımı 500 milyon yuan. Bu pul kimden? Cüngden hay. Hazır Cungo'da pul tügüdü deydi. Bu pul kimden? Cüngden hay. Cungo'da üzünen işkir ülkelerde bir yerde bir nipet, zabıt, pani bamo. Ya ki Cungo'nun işki kısmında kayada bir tabii gaz, bir nime gaz çıkıdığa yerleri bamo. Daha çok nipet dediniz tügüdü. Teşvikat bilen tügüdü kaldı. Bamo. Eşlemi yok. Siz bugün Şinjan Uygur Abdunam Rayni müstemlik Uyguristan'ın baylığı bekinip şunun bilen jamba kıvatsız. Şunun paydalanıp jamba kıvatsız jonakay. Yukarı pol $100.000. Palestin musafirler lagırga. 500 milyon yuan Gazze insanpermuş pulunun hemmisi Uygur'un pulu, Uyguristan'ın pulu, Uygur'un pulu, Uyguristan'ın pulu jonakay. Cüngden hay, Uyguristan'ın paxtısı, Uyguristan'ın quyaş taxtısı, Uyguristan'ın kömürü, nefti, tabii gazı, Uyguristan'ın yarası baylığı 37 xil, 137 xil metali. Hatta Uyguristan'ın sirak topsi. Siz yakınlığı işki Mongoliyadan çıkıdı dep dünyanı aldap. Bu işki Mongoliyadan alıdığın sirak topa bu kan baylığını ameliyatı Uyguristan, müstemlik Uyguristan'dan elip onu neymiş ki işki Mongoliyadan çıkıdı dep dünyaya teşvik kılğanlığınızda mı? Bilgili bolmaydı, çengili bolmaydı. Bugünkü Palestin yardım kılıp bu pol Uyguristan'ın pulu. Reis Xi Jinping Palestin'e şu yardımını kılıvatkan ikensiz chet ellerde siyasi faaliyet kılıvatkan Uygurlar hem hani şundak yardım kılışınız gerek. Çünkü bu Uygurlar sizden kıyınçılıktan kutuldurmakçı. Sizden dümbünüzdeki jükten kutuldurmakçı. Müstemlike degen muşu siyasetini sizgi çaplın işten kutuldurmakçı. Yani Uyguristan'ı müstakil kılıp üzdün devlet kuruş hukukunu Uygur'dan koluğu vermekçi. Uygur siyasi faaliyetçili şunu kılıvatıda Palestin'e pul begendek Uygurlarım hem şundak pul birin cüngden he? Şunak mı ya? Sizde pul yok. Bu pul, bu baylık bütün hemmisi. Bir paxtı hazır bütün dünyanın. Paxtı tokumuşuluk ve ayak, yaş vallahi kiydiğen paxtı ayaklağıcı boğan arlıqtı. Bütün dünyanın 80% uzun talalık Uyguristan paxtısı bilen təminlep baylıklı dollar de vaşildetip sana vatsız jonan hay. Kanada'da bir yerim gozak $1. $1.50. Kanada'da bir yerim gozak Kanada'da paxta $1.50. Şundaqda ilan qıldı bir Uygur kızı şunda ilan qıldı. Mana şu baylıqda siz hecdavatsız jonan hay. Bugün Palestin'e onun birdiğiniz şu lekin hazır siz işki işle kılmakçı. Uyguristan'ın baylığını Arap oturuşarık, Arap devletlerine heclemakçı. İkincisi şu arkalık Arap devletlerini oturuşarıkta kolga keltirip Amerika karşı teşviki tergibat faaliyetleri sanmakçı. Ya ki ideologiyalik uruşku salmakçı, ya ki oturuşarıkta ana işindeki vaka payda kılmakçı. Vazir oldu. Hamas İsrail hücum kılganı deyişti o. Obzorçular deyişti. Bunun kendi Xitay var deyişti o. Siz bulanı yaraştırmanda bir kıtım Hamas bilen Palestin'de Beijing'e elip geldiniz. Bugün Arap devletini çakırıp gelipsiz maksadınız pakatlı bir. Reis Xi Jinping pakatlı bir. Otur şart Amerika ile karşılaşış. Otur şart Amerika'nın siyasete karıştırış. Otur şart Palestin, İsrail otur ziddiyette tehimi ulgaytış. Bana bugün tuyuksuz da Şarkı Yerusalim'ni götürüp çıktınız o. Cüngden ha. Bundan başka zaten ne maksadınız var? En ahırda müşriksiyanın en ahırda bana bir anlıbeten vatandaşcıma benim bir söz davatkan sözlerimle ispatlaşkı yeterlik buludu anlap koyama ne? Mandak mavzucuma. Beijing'den çağrı usuldırı tehi keyni de. Beijing'de iki taraftaki adamlar şundak dep Amerika'ya agahlandırış verdi. Mavzulu haber 5. ayının 31. günü Hong Kong İktisat Gazeti ilan kılındı. Haber mundak başlandı.
Merkezi televiziya stansiyasi bayrog'i ostidagi muxbirlar guruhi ichki ahvolni biladigan kishilar mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning jonajon manfaatiga, bugun bu yerda nima deb elinibdi? Jonajon masalasiga. Nima deb vatandosh? Esingizda bormi? Jungoning jonajon manfaatini men hozir tilga oldim. Jonajon masalasini men hozir tilga oldim vatandosh. Uyg'uriston masalasi, Tibet masalasi, Hong Kong masalasi, Tayvan masalasi. Bu Jungoning Jungo Kompartiyasining jonajon masalasi. Qo'shimcha Jungo Kompartiyasining Jungodagi hukmronlik masalasi, Jungoning jonajon masalasi mana shu debdiki, agar Amerika Jungoning jonajon masalasiga cheqilaveradigan, daxli tarviz qilaveradigan bo'lsa, Jungoning egilik huquqi va bexatarlik manfaatiga ziyon yetkazmoqchi bo'lsa, Jungoning qo'lida texnik ko'p, texnik kuchli zarba berish tadbirlari bor. Jungo buni o'ttirga elib chiqa oladi. Amerikaga zarb beradigan taxmi ko'p, taxmi zo'r, zarb beradigan taxmi zo'r kuch. Bu nima? Jungo Kompartiyasi. Davlatlar aro munosabatda qanday bo'lganini bilmaymiz. Biz sening hukmronliging ostida yashab keldik. Sening usul chorangning qanchalik ekanligini besh qo'ldek bilamiz. Yoki ahonat, yoki tuhmat. Eningdan bosh sening qo'lingda hech qanday chora yo'q. Bu bir sun'iy popiza. Agar sen buni hammasini yaqinda Amerika embargo qilgan 26 shirkatni nazarda tutib, shunday aytayotgan bo'lsang, Jungnanqay, taxi Amerika qo'l sonmidi? Amerikaning Jungoni embargo qilishi yetarlik emas. Biz Amerikaga yetkazolmaymiz, gapimizni deyolmaymiz, chunki biz bir oddiy fuqaro odam. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Xinjiangdan Chujiang Xinjiangning boyligini ichkari Xitoyga yo'tkab ketish, mayli elektr tok, mayli quyosh taxta, mayli xam nefrat, mayli tabiiy gaz, ya'ni mayli paxta va mayli boshqa jung desak, ya'ni mayli bugun endi oshliq ishlab chiqarish koniga aylantiramiz. Ahmoq bo'lma Jungo Kompartiya. Mushu boyliqlarning Xinjiangdan chiqishiga Xitoy tili Chujiang mushu cheklimini turg'izib, Amerika Qo'shma Shtatlari mushu boyliqning ichkari Xitoyga to'shilishini embargo qiladigan bo'lsang, Xudo turibdi sening taqdiring ey Jungo, 1 minutlik ish. Bulamda Jungo Xinjiangdan chiqayotgan boyliqni, ichkari Xitoyga to'shayotgan boyliqni Amerika embargo qiladigan bo'lsa, sening taqdiring, sening hayoting, sening hukmronliging Junaqay 1 minutlik ish. Nima ish shunday qilmaydi Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi? Nima Xinjiangni embargo qildi? Nima Erkinzotni embargo qildi? Ya'ni kimning yanchiqini embargo qildi? Bu ishlarga Jungo pisand qilmaydi. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi mush embargoni yo'lga qo'ydigan bo'lsa, sening butun taqdiring 1 daqiqa ichida